Bu prixoshkadan yurib kelayotganimni ko'rib, bugun qanaqa uchastka ko'rsatadi deb o'ylayapsizlarmi? Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda uchastka emas, 174 kvadratli kvartirani birma-bir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, prixoshkamizda katta garderobni shkaflar o'rnatib qo'yishgan ekan, встроенный, yangi remontdan chiqqan xonadon, hali hech kim yashamagan. Kirib kelishimizda chap tomonda birinchi xonamiz, bu bizda garderobniy yoki skladskoy xona qilib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Mana remontlarga bitta baho beringlar, dizaynlarini qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda oynalar o'rnatib qo'yishgan ekan. Bu bizda birinchi sanuzelimiz, ko'rishingiz mumkin. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan, ikkitalab kir mashinalarigacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Bu yerda umli plisoslar qo'yib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu esa bizda xonadonimizning gostivoy zal qismi. Ko'rishingiz mumkin. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan, tanlangan ranglariga bitta baho bering, ko'zni quvontiradi, gap bo'lishi mumkin emas. Qani endi ketdik, boshqa xonalarni ham ko'rsatib chiqamiz. Hamma xonadonini 3 xonani 4 xona qilsa, okangislar 4 xonani 3 xona qilib qo'yishgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bizda ko'rishingiz mumkin, kuxonniy zonamiz. 6 ta personaga обеденный stollar o'rnatib qo'yishgan. Xonadonimiz полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Posuda moyka deysizlarmi? Bu yoq tarafda холодильникni o'rnatib qo'yishgan. Bu yoq tarafda gaz qismlari yaxshi firmalardan o'rnatib qo'yishgan ekan. Ovqat qilayotganingizda rakvinani qarang, ahamiyat bersangiz, ikkita rakvina ovqat qilishga zo'r sharoitlar qilib qo'yishdi. Ayollarimiz og'ir qozon ko'tarib yurishmaydi, shundoq qilib yonida rakvinasi. Ketib qolgan joylarni ko'rsatamiz endi. Bu 174 kvadratga shuncha sharoit qilib qo'yishibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Bu bizda birinchi родительский spalnyamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana tanlangan ranglariga, qilingan mehnatga bitta like bosishni unutmang. Kimga shunaqa xonadonlar tilasangiz, shu videoni yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Bu yerda esa ikkinchi родительский spalnyamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'zini mebel texnikasi bilan jihozlangan. Har bir xonada oynalari mavjud. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu spalnyamiz o'zini sanuzel qismi bilan ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizni aytib o'tganimdek, полностью теплый pol qilingan, har bir xonasi manziliga keladigan bo'lsa, Murobod tuman Skyline ro'parasida Parkwood orientir. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling. Bunaqa xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarmang.